Vinicius Junior va Nike brendi o'rtasidagi qiziq mojaro haqida bilasizmi? Siz sahifamga obuna bo'ling, hozir tushuntiraman. Gap shundaki, Nike Vinining iqtidorini erta 13 yoshlik paytida payqagan va ilk shartnomasini imzolagan. Keyinroq 18 yoshida yana 10 yilga shartnoma uzaytiriladi. Shundan so'ng Vini Realning asosiy yulduziga aylana boshladi va avvalgi chakana pulga qilingan shartnoma uni qoniqtirmay qoldi. Junior advokatlari bilan Nike'dan shartnoma pulini ko'paytirib berishini talab qiladi, lekin Nike kelishilgan pulni berganini va boshqa pul to'lamasligini aytgan. Tabiiyki, bundan Juniorning jahli chiqadi va ajoyib hiyla ishlatadi. U Nike belgisi tushirilgan butsalarni qora rangga bo'yab maydonga chiqadi. Bu esa brendni yopib qo'ygandi va juda yaqindan qaramasa bilinmasdi. Buni ko'rgan Nike oyog'i kuygan tovuq ahvoliga tushadi, chunki Vini kabi wunderkindni yo'qotish katta xato bo'lardi. Shu sabab Nike shaxsan odam yuborib Vini xohlagan 70 million yevrolik shartnomani imzolaydi. Sizning fikringiz qanday? Bu yerda Vini lavzida turmadimi yoki Nike uni chuv tushirmoqchi bo'lganmi?